Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi bo'libsizlarmi? Ha. Assalomu alaykum. Aksiya kuningga bir kun qoldi. Birinchiga xudo Xudo xohlasa. xolisi. Gapmi? Gap xudo xolisi aka. Qaranglar o'rtoqlar. Hozir bu bolamiz mana shu apparatida, mana shu apparatida xohlaganligiga o'sha kim klass qoldirgan bo'lsa, yozib qoldirgan bo'lsa, birinchi slogani prямой efirda o'ynaladi, xuddi shunaqa. O'tda nima deydi? G'irromlik yo'q. Prямой efirda o'ynaladi. Shu klass bosgan ustiga kimni uyida fasatini sechish. Obuna bo'lib qo'ygan bo'lsanglar, bo'lmagan bo'lsanglar, Mas Broni reklama qilganmiz. Shu reklamaga kiringlar-da, like bosib qo'yinglar. Birinchi slogani o'ynaymiz, xudo xolasa. Xudo xolisi. Birinchi slogani shu onlayn o'ynaymiz, xudo xolisi. Keyin o'sha o'ynalayotganda ham amalda fasad sepayotgan joyimizda o'ynaymiz. Kim yutadi, xudo xolisi o'sha kunini belgilaymiz, yonlarida telefon. Hamma chesni bo'ladi. Telefon qilamiz, bu adreslarni hammasini Telegramga tashlab beradilar. Boramiz, o'sha tommi yo uy ichidagi qanaqa emulsiyami yoki zaborlarimi, darvozasimi, shunda kraskasini olib beradi. Xizmati shunday tekin. Yashang. Bo'ladi. Yashang. Joningiz sog' bo'lsin. Ko'p gapirmaymiz o'rtoqlar. Mana shunaqa gap. Juda qattiq yaxshi ko'raman-da, o'shaning uchun bo'lsa qibraylilarga bo'lsin. Yashang. Joningiz sog' bo'lsin. Sizlarga ham Alloh xayrli qilsin ishinglarni. Mana mahsulotlari mana yana bir aytib ketamiz. Bu yerda hamma mahsulotlari bor. Bu mahsulotlar hammasiga 3 yil garantiya. Xudo xolasa, zapchastlar hammasi bor. Sotib olsangiz ham bo'ladi. Tadbirkorlar. Sotib olsangiz ham bo'laveradi. Ustalar. Bo'lib ham beradi. Ustalarga kerakli, ishini yengil qiladi. Masalan, libobni joyizni kraska qildirmoqchi bo'lsanglar, kvadratini o'lchaydi, 40 mingdan deydi, to'g'rimi? Devorlarni kraska qilmoqchisizlar yo qaysi joylarni. Bular keladi, teng barobar arzonga qilib ketishadi. Shunaqa. Xudo xolasa. Qibraylar nomidan chiqishadi. Teng barobar arzon qilib ketishadi. Qibraylar olg'a. Tag'in bitta narsa. Bu apparatlarim sotuvga ham bor. Hammasi o'zining narxi bor, tepalarida. Aytmoqchi bo'lganim 3 yil garantiyasi bor, akam aytgandek. Bu ham bor. Emulsiya, kraska, gruntovka, lak, emal kraska bir kunda bir 1000 kvadratdan 3000 kvadratga joyingiz tayyor bo'lsa sepib olasiz. Agar ustaman, sotib olaman desangiz bir 500 kvadrat sepsangiz ham puli chiqadi. Taxminan bir 15 ming. Shu yoqda menga bor. Bir 20 ming, 30 ming emas, 25 ming, 15 ming so'mdan seping bir. Ikkita klient yetar ekanda. Bir kunda. Puli chiqar ekanda. Ikkita klientdan puli chiqargan buni. To'g'rimi? Katta ob'em bo'lsa bittada chiqadi, ha. Xuddi